Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana bugun sizlar bilan bir 5-6 minutlik video qilishga harakat qilamiz. Bunday bo'lsa biz videoni boshladik. Sizlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yishni, like bosishni unutmanglar. Ketdik. Aka-ukalar cho'jamiz. Tog'lar qamash vaqtida hozir. Tog'lar qamalab sekin-sekin obzor qilamiz. O'zidan katta cho'jalar bilan urush ketdi mana. O'zi ochilib qo'yadi. Aka-ukalar yana bitta cho'jamiz. Qora. Ikkosi birga yotishadi sizlar. Aka-ukalar. Zotni tiniqlar lekin. Shunaqa qilib bekitib qo'yamiz mana. Bu yoq set yedi. Skvazni o'qolmasdan buni. Qoptos qo'yilgan. Aka-ukalar mana katta emas, ichidagi qo'lazlar. Mana o'g'lashamiz. Qandaysan? Spishkasini qo'ymoqman telefonni. Qonimga yurayotgan bo'lsa. Mana bu maska cho'jamiz mana. Birda videoga chiqardim mana. O'ta tiniq. Mana aka-ukalar tashqariga chiqarib oldik. Ko'rdingiz-ku, cho'ja o'ta go'zal. Yomon cho'qiydi lekin. O'zi bala cho'ja bu. Mayda ham oxirida chiqqan. Buni ko'rsangiz mayda chiqqan deb o'ylamaysiz bunday. Mana aka-ukalar yana bitta cho'jamiz. Qiziqarlarga. Men o'ta tiniqdan lekin. Mana aka-ukalar qora toyimiz mana. Qop-qorasi. Bu o'ta kichkina cho'jalar ekan. Yosh kichkina o'zi ancha katta bo'lib ketgan. Bo'ylari ham mana shunday o'chirdilar. Ko'rinishlari ham tiniq mana. Pallar. Cho'jalarga o'ta nocha. Oyoq qo'li ham uzun. Oyoqlarini qaranglar, juda baquvvat. Mana pastga o'tadi. Yonida bitta kichkina cho'ja ham qo'yganmiz.
Uçup ketadigan şeylarni. Endi ukalar katta tog'larga o'tamiz. Mana ukalar. Katta o'sh yotadigan tog'larimiz. Makonlar. Hali tashqarida yurgan cho'loq makonimiz. Ko'kay makonimiz bu. Cho'ja makon bu ham. Saribosh makonimiz. Bu ham cho'ja makon, bu ham cho'ja makon. Pastdagi ham cho'ja makon. Mana qora Braziliya zot makonimiz bu. Braziliya zotlash. Ko'k to'y mana. Ko'k xo'rozimiz. Qizil bu. Buni sherigi mana. Cho'jalarimiz ham masjiddan. Tutunarlar, yemashlar. Aka-ukalar, video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamizlar. Obuna qo'shishni ham unutmanglar. Rozlari, tog'lar. Aka-ukalar, yana bitta yangi YouTube kanal ochganman. Unga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Silkasi описаниеda bo'ladi. Qolaversa, Telegram, Instagram kanallarini ochib qo'ydik. Instagram kanalimizga mana xo'rozlarni yaqindan yana boshqa holatlarni ko'rsatamiz. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariy yozib qo'yishni unutmanglar.